Da. Assalomu alaykum. Hozir biz Hazarbog' qishloq fuqarolar yig'ini Tasmasoy mahallasida joylashgan 378-sonli konturdamiz. Ushbu kontur 29 ta fuqaroga, ya'ni dehqon xo'jaligiga 30 sotixdan 10 sotixdan bo'lib berilgan. 10 gektar joy maydonini o'z ichiga oladi. Ushbu hududda to'liq piyoz qishloq xo'jaligi mahsulotlari ekilgan. Shu piyoz mahsulotlari hozir yetishtirib olishga tayyor holatda, 10-15 kunlik pishishga tayyor holatda turibdi. Ushbu maydondan hektaridan 45-42 tonna taxminiy hosil yetishtirish rejalashtirilgan. Ya'ni bu degani 10 gektar yer maydonidan 420-450-400 tonna atrofida piyoz qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirib olinadi. 29 ta fuqaroga bo'lib berilgan. Ushbu qishloq xo'jaligi mahsuloti 2024-yil oktyabr oyida ekilgan bo'lib, joriy yilning may oyini 10-may sanalariga to'liq to'lab olish rejalashtirilgan. Ushbu piyoz mahsulotimizdan keyin 90 bosti mahsulotlari ekish rejalashtirilgan. 90 bosti mahsulotlarni bundan tashqari eksportyor tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilgan. Dehqon xo'jaliklari o'zlari ixtiyoriy ravishda xohlasa eksportyor tashkilotga, xohlasa mahalliy tadbirkorlarga sotish rejalashtirilgan. Hosilimiz tayyor holatda 15-20 may kunlari to'liq qozib olinadi, to'lab olinadi, yetishtiriladi.